Xudo xolasa shulardan bittasi Rustam Boboyev yanına geldi. Mikrofon yakaladık. Açsanız ne zaman mı? Yok. Köp oldu görmeyensiz, lekin hayat şu insanı görüş kalkmam. Ben kızı kılmanda onu neyse ya. Qaysi bir aytib Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Harmonlar kayfiyatli yaxshimi? Men hozir Filarmoniyaga keldim. Ustozlarni sog'inib loyihasi bo'yicha bu yerda juda ko'pchilik ustoz san'atkorlar bor. Xudo xolasa shulardan bittasi Rustam Boboyev yanına geldim. Rustam Boboyevdan juda ko'pchilik biladi, juda ko'pchilik taniydi. Va xudo xolasa shu o'rtada Rustam Boboyev bilan suhbatlarni o'tkazib, inshaalloh boshqa ustozlarim bor bo'lsa, assalomu alaykum. Ular ham suhbatlarni olamiz. Ko'ramizlar. Atulin og'amiz. Bu inson juda ustoz san'atkor. Yaxshi ko'p nimalarda xizmat ko'rsatgan. Ustoz assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Canım sağ ol. Namaz kılana. Keyfiyatli yapsın. İşte İşledim. Siz? Rahmat. Canlımısınız? Rahmet. Atulin ağamız ortaklar. Bu insanın ustaz sanatkarlardan biri. Usta icatına sanat içinde yürüyenizin çeri oldu. 33 yıl oldu. Yani ısırlaşmayın, sanlaşmayın. 33 yıl. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ben bu sanat sahasına 93 yıldan bana katlaşıp işlebipman. Çok şükür. 33 yıl oldu. Başka ne diyeyim? Sizlerin yöneliş, ne yöneliş? Bizlerle yöneliş, raks yönelişi. Raks yönelişi. Birinci mərtəbə kimin yanında raksa düşüb başlanız? Oynam. En birinci mi? Biri şu insanlar ne olacak şundan keyin. En birinci ben Taşkent'te oynap başladım. Kimnin yanında? Sahnalada. Kimnin yanında? Kimnin yanında? Ben katta sahnalada. Kim çıkaran şu? Kim ikinde çıkaran? Yavharmat Yakubov alıp çıkar bana. Özbekistan halk artisti, profesör, ustazım. Var mı insan hazır mı? Var. Yok bir yerde mi var mı? Yok hazır yok. Öyle. Taşkent'te gittiler. Ha Taşkent'te mi? Hop. Demek ustazınız Yavharmat Yakubov. Özü aslı. Başka ustalarımı görken misiniz ya? Başka ustalarım görgen. Ben mektepte ustazım olan Abdullah Saydoviç degen. Birinci hükümet oynaşını şu Abdullah Saydoviç başlagan. Keyin Maya Hacayevna degen. Keyin ustazım beni tanlab algan Yavharmat Yakubov ustazım tanlab algandan katta sahnalara hep çıkıp başladı. Hop. Bu ağızda çalıştı kim biri ketken size? Endi o tabii ustazlarını görüp ya Xiva sayati bilan 7 degan kino bor-ku. Shunda görüp shularni havas etib, asta o'zim çalıp keyin asta Qani bir görələrsiz. Mikrofon yakaladık. İslam. Farzandlaringiz bor. Alhamdulillah. Farzandlaringizdan shu o'zingizni yo'llanishingizga yetaman deb olsa imkoniyat berarmidingiz yaratib yo? Yo, biz bozorga birisi bo'ladi-da. Qarshi bo'laman. Endi xohlamasiz. yo'q. Qilaman dedilarmi? Ya aytmadilar. Qilaman dedilar-da, yo'qmi aytdim. Bizangiz boshqa yo'q. Git boshqa deydi. Mansat emas. Ha. Shogirdlar bor. Shogirdlar bor, behisob shukr. 25-30 shogird bor. Ha. Shu shogirdlaringizning ichida nima deydi bu o'zingizni yaxshi ko'radiganingiz bormi? U Abdushid ya hamma ishim. Bor. Eng yaxshi ko'raman. Bor. Bir ikkisi bor. Aytmayman. Aytamiz. Natib ketadi. Erkelak ketadimda. Atulin ağa bu ustozlarni sog'inib loyihasi bu. Ya'ni sen ustoz san'atkorsiz-ku. Bugun hozir men Rustam Boboyevning yanına keldim. Shu o'rtada ustoz san'atkorlar bor bo'lsa, shulardan bir suhbat olamiz degan maqsadda. O'zingiz ham yakkaxon tarzda bir guruhlaringiz bormi? Yo o'zingiz ham yakkaxon tarzda to'ylar, xizmatlarga borasizmi? Shu bo'yicha ma'lumot bering. Boraman. O'zim ham boraman, yakkaxon, keyin gruppaman bor. O'g'il bolalarni olib chiqaman to'yga. Shular bilan aslan. Ne qo'yasiz? Seans qo'yasiz. Ben seans bo'lmaydi. Yo'q, seans, ya'ni seans. O'zbekcha o'ynaymiz, andijoncha o'ynaymiz, xorazmcha o'ynaymiz. Xolasalar Qoraqalpoqcha. Qoraqalpoqcha. Hammasidan. Murojaat uchun telefon raqamingiz? Murojaat uchun telefon raqami 99 508 35 61.
31-61. Aduchi xizmat bo'lsa aytaversa, gap yo'q. Rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Musofirda yurganlarni dilaylar. Musofirdagilar sog' salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Topgan tuqqanlari yaxshi kun to'ylari buyursin, sog' salomat xonadoningizda ota-onalarning bag'rina qaytib kelishingizni tilaymiz. Aduchi, asl navbatdagi ustoz san'atkorlarni qisdan mingiraveramiz ekanlar. Demak, Aturin og'amizdan qiziqarli suhbat bo'ldi. Bu yerda kimlar bor ekan? Bu yerda Hamdam To'rayev bor ekan. Yana bir ustoz san'atkorlar bor ekan. Assalomu alaykum. Ay, pardon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doğru kamera yapacak ekanman. Assalomu alaykum. Hay? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat ustoz san'atkorlarga. Andamashiz. Tamam. Bo'ldi. Gaplashib bersin. Demak, telefonda so'rashib bo'ldi, tamommiz. Siz kimsiz? Hasanboy'un doirachi. Doirachang, kimning yanında çalgansız? Çaman adamımız Kamadin de hemmesi yanında çaldık. Hop. Ben tarafım baba var ta yanında dedin. 45 yıl birge yürüdük. 17 yaşımdan beri birge yürüdüm. Sazanda bulup yanlarda. Yine hazırki vakta yine Kerim var bilen Rahmanov bilen var. Ben göredik Kerim usta. Salam da koyun dedi. Görgen ben görgen. Ha gördünüz mü? Ha zor çırayla çıktı görsatı. Rahmet. Esas musafirde yürüyenler emmeşken bir dileğlerinizi aytıp verin. İlahim sağ salamet yürütürler hemmesi. İlahim tapkanına bereket versin. Yurtumuza geldiğinde dolup taşıp gelsinler hemmesi. Yurtumuzdan adamları. Hop. Baba Murat Eken yanında 40 yıldan ziyade yürüyen ben de deyiz. Baba Murat ustaz yanında kulağınızda hazır adım durgan. İyi bir mazalı gep babam. Mazalı gep şu menede gerek maşkat gerek dedi ona dedi. Şunda palankes bolup bilesen deret la. İyi Baba Murat Eken iyi yaman sökkeni kaysı geppi? Ahmak dedim. Boğanı şu gep. Ahmak ay? En yaman sökken nesi o. Baba Murat Eken iyi yaxşı görən şahitleri. Bu arada yani en yaxşı göreden şahitleri benim oğlum Beysat Rahman. Ruslan Orazov var. Şimdi Kerim Hanım bilediler, hemen bilediler. Yaxşı görecek hem de. Yine şu Atabek var. Familiyası kime? İbadullayev. Atanazar skrip geçen oğlu. Şu bu arada yanında yürüyenlerin içinde şu Atanazar bilen ben kaldık indi. Kaan'ı. Atanazar neydi o? Encirçiden. Encirçiden. Şu ikimiz kaldık o. Şimdi 40 yıldan bana yürüyen olsa usta bilen birge. Ustanı beraber her toya bargan vakti bir koşları meyenize sinkan ku beraber. Bir kubret o zaman dumazda sizden bir kitkiler. Şahitler açık. Ya yaxşı usta beraber sen bir yanında koşuş paç fotoğrafı beraber bir xırge yakılıp beraber. Çalıp verişim mümkün. Oldu. Ne istemiydi çalasın? Berturing aga. Menden mes riyani tebiden bende. Ava. Usta beraber. Az. Bir neyse çap verelim. Ava ustanın. Ya. Kim iken bu? Kim iken? Güdizem menden mes riyani arkaya buraya gidiyor. Bulanı kovaram yok. Rustam ağam gel gülümlerseniz dedi. Lekin ben yüzümü katıp kameraya geldim arkaya buraya gidiyor. Kanı. Ustazdan. O hem instrument babi diye gördüysem. Yine. Benim ata. Bekleştin. Çamurculuğun çakmış. Mikrofonu şöyle indiremiz. Aydın Rüstem Aydın. Nav koşku. Yelpesin.
usta Hintçe ham aytgan, Hintçani. Hintçalardan. Usta. Hey! Aynen. Aynen. Çalıverelim ya. Aynen. Muhlisenize tuttu yine bir geçerken. Hey! Hey! Gel usta rahmet. Halk şirin lezzetli doğrusu как будто şu babamın hemmemiz yanımızda bo'lgan nima olur. Sizin yine bir qiziqarli savolda. Eğer babamın hamdan usta 5 minutda ishora kelganda nima degan bo'lardingiz? 5 minut şöyle geldi. Ha, nima degan bo'lardingiz? Hozir. Endi ne deymiz endi? Nadir beklemek kim diye. Ay qo'ysa. Men bilan birga deng. Endi ne deymiz? Mesela yok adamı bir narsa deb bilish qiyin. Qarang usta, shu aytmasmadingiz masalan shu kelgan vaqtimda rahmat shuncha o'rgatlaringiz uchun, shuncha bergan tarbiyalaringiz uchun deb. Endi aytar edik, endi baribir hayat vaqtida ham aytganmiz u gaplarni. Ilohim shu yotgan yerlari yorug' bo'lsin, joylar jannatdan bo'lgan bo'lsin ilohim. Ustam. Sağ olasın, rahmat. Hang usta, bormi og'riq? Hang? Salom debang, so'rashmang tanig'an bilganlar. Qarzi bor insonlar qarzini berding. Yaxshi bilsa, sog' salomat bilsa, kanalingizni ko'rib turamiz. Adushi. Chiroyli, bütün ustozlarni ko'rsatib turibsiz. Shemrat Fayzullayev ko'rdingizmi? Shemrat Fayzullayev ustamiz, Karim Rahman bizlarni shu Uyda Mahmudovning? Bektam Ahmed. Birga yurganmiz, birga Uyda bilanmi? Tamam bilan birga yurganmiz. Yaxshi og'amiz, yaxshi san'atkor. Rahmat. Sog' salomat joyga oilasi bilan tinch bo'lmay. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Rahmat. Usta? Taniydi. Geldingmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinlab turing. Nodirbekni podpischiklari sog' salomat bizlar musofirdagilar. Ilohim sog' salomat bo'linglar. Hamisha Xudoyim shu xonadonlaringiz yaxshi kun bo'lsin. Ustozlar bilan yana biza qo'ldan kelgancha xizmat qilmoq nasib qilsin. Nodirbek ishlaringga omad uka. Rahmat. Siz ham savol, Rustam Boboyev bo'lmaganda kim bo'lardingiz? Rustam Boboyev bo'lmasam Nodir bobo bo'lardim. Nodir boboyev bo'lardim. Ha, Sana ruhsat berganmi syomkaga, to'g'rimi? Ne uchun? Ben tayyor emasman, bugun o'ynashaman, sana ideyalar berdim, to'g'rimi? Yaxshisi, bering. Yaxshi nima deysan? Yaxshi bo'lmasam kim ma'qul? Ha, sizning ustangiz kim? Men ustozim asosiy qaysi ustozim kerak sana? Glowniy shu san'atga kirish o'rgatgan. Yo'q, avvalambor men ustozim muzikani o'qitgan ustozim deraversin bo'ldi, Kamiljon aka Kazakov. Undan keyin men hamma biladi Azamat Otajonovni original she'rlaridan bittasi, men eng ulug' she'ri men bo'laman. Eng ulug' o'g'li hisoblanman men ustozni. Sog' salomat bo'lsin. Undan neden emeldim borganmisiz? Kimdan? Otajondan. Otasi men she'rim o'zi. Ha? Otajon usta deb so'radi. Atosh yaxshimisan uka? Sen intervyuni ko'rdingizmi? Yo'q, men uka, men she'r, men usta deb so'rashadi Atosh. Ha. Bizdan kichkina-ku. Shunda birinchi shoirsiz siz-a? Ha? Bu o'rtoqlar Azamat Otajonov ilk shoiri Rustam Boboyev. Hamma biladi-ku. O'zi dunyo bilan sen so'rda bo'lding haqida. Qarang, o'zi bu yerga kelishidan maqsad usta
sizni yanınızda gelishimdan maqsad, men o narsani eshitdim. Azamat Atajonovning sevimli shoirdi, shu hamma birinchi novushqa hamma gapni eshitib gatirman. Bu yerga kelishimdan maqsad ustana bir barish siz bilan birga. Bo'ldi, xudo xolasa. Hozir. Bir telefon hozir borib bo'lmaydi lekin men telefonlashib ko'rishim kerak. Ustani bir narsa sosteniyasini, vaziyatni tushunib borish kerak-ku. Ilhom ham bordi lekin ko'rdim oqshom. Shuni men doğrusu Chiroyli aytib, men telefonlashib ustani ruxsat berib, keyin ruxsat bersa boramiz. Bo'lmasa ustozi yaxshi o'zi ruxsat beradi-ku, o'zing borsa ham ruxsat beraveradi. men endi bir hayajonlanaman. Hava. Otamurod Chapakay degan odam o'tgan ustozimiz, hammamizning ustozimiz. Ha. Shuni bir shoirlari bor bizlarda yine. Hasanboy degan. Hasanboy Rajabov degan yigit o'sha avval ustoz derdingiz bilasiz. Rahmatjon ustoz bilan o'zim tanishtirganman, o'zim isha olganman buni. To'g'rimi? Azim nazarda yurtdim, men kanallarimni ko'rib borasan. Nodirbekning podpischiklari menga kanallarimga ham girib turasizlar. Hava. Bo'ldi. Qo'shib aytaman o'ynayman. Bomba. Ina ishlaring ko'r. Hasanboy. Ha. Nodirbek boshqacha. Qo'shib aytaymi, qo'shib aytaman. During. Nere? Atulin namdan chaqiring. Ha. Aha. Ağalara poka düşmesin. Bo'ldiray. Assalomu alaykum ey ağalara. Nodirbekning podpischiklari. Nodirbek sog' salomat bo'lavergaysan, ishlaring oldin yurishavergay. Ustozlar bilan bir ajoyib birlashga urib beramiz. Otamurod Chapakayning ay ul yüzü gülü yavruning mayli jamolini ko'ring. Ul yüzü gülü yavruning mayli jamolini ko'ring. Mayli jamoli ustida ikki hilolini ko'ring. Mayli jamolini ko'rib o'yay. Kanmasa meyriniz eğer meyri cemalını görüp kanmasa meyriniz eğer can gözü bürle bakıpan lali zilalını görün Eşkine ötkenge Leyli oldun mu canım? Eşkine ötkenge Leyli oldun mu canım? Bir kucaklap öpkenge Nodirbek Kapa oldun mu canım? Yo, men neni görmedim. Rahmat. Ver indi. Ya, Başqacha ideyalar bo'lib turadi. Şimdi ben senariy bilan sen boshqacha chiqadi. Yok qarang. Usta o 10'nu bölek bunu. Ustama. Siz doğru aytdingiz. Uni narsa aytsam bo'ladi. Uni 10'nu bölek. Lekin men ularga o'xshashni xohlamayman. Tushundingizmi? Menga real o'xshaydi. Ya'ni hozir girib keldim, telefonni talashib o'chirib turdi, o'chirdi men shunday narsa yaxshi ko'raman men. Ya, to'xta. Rahmat Abdushev. Rahmat. Yine bir de ustanam yazmadık, Atamurod Hacı yok mu? Hava. Cayları cennetten bulsun. Hava. Şu ustanın oyunlarını az mı köp mü? Yansılımız. Hava. Sağ olaysan, salamet olaysan. Hava işlerine ruvac. Ustazla bilen birgelikte işleş. Köp yıllar işleş nasip etkey. Babayım siz hem sağlık, salametlik jora. Nenaz usta siz hem sağlık, salametlik rozmata. Sağ olasın. İbrahim sağ olun, sağlık, salamet. Ustazın başqa qirralardan aytib o'tdi. Hava. Nafaqat bu o'yin bo'yicha, shular mumtozlar shular, maqomlar bo'yicha, sovg'alar bo'yicha uni eldan chiqargan shularchi kam lekin.
Kam adam bo'lgan, dim zo'r ashulachi bo'lgan. Sen bir insan bu ustoz. O'yindan o'ynagan, ashuladan urgan. Limonlardan bombasini chiqarib tashladi. Shunday ustozimiz edi. Endi bu yerda yana bir ustozimizni eslab o'tishimiz kerak, Amatjon aka Haji bova. Bizning asli ustozimiz Amatjon aka Haji bova. Ko'p doirachilar, ko'p insonlardan edi. Ustozimiz joylari jannatdan olsun. O'tgan ustozlar hammasini joyi jannatda olsun. Ishlaringga rivoj, sog'lik, salomatlik. Abdushi. Topganing yaxshi kun bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'laysizlar. Omon bo'lsin. Ustoz shu xalq hazat ko'radi. Siz ham dacha-bachalar bersangiz to'g'ri, real tushib qolasiz ko'zingiz. Menga aytasiz? Doğru ya, o brat ne demek şu bratı bir mertebe görmeyeyim ben, bir göresim var живой. Bundan da başka bir çıkmıyor. Şunu aydım ana. Kim o? Bakteri almadan. Tacıyım. Şu insan bir göresim var. Kanı o insan? Neydi o insan? Sen hoş geldin yerine gittin geldim. Ya. Yine kaç ustalar var bir de? Başkaları yok mu? Beyden Rahmetcan Ustaz, güzel başladı, güzel Rahmetcan Ustazımıza bile ruhlar şad olsun. Köy kısacası var, beyden ruvajlanışına filan var yani Özbekistan'da evlatlarına, Karazman'a, Ustazlarımıza ruhlar şad olsun. Beyden Huday Genam yine alamdan ötüp gittiler, Huday Begenam. Zor senetkar adamım, zeberdest hafızaydı. Artık bayında, ömrün uzak olsan artık bayından bir interview alarsan zor, çırayla avazı bağlı. Geledi bir işler var adı, cevap aldı bir. Özel filarmoniya deyen ne oldu yani özü? Şu boyunca malumat verin. Bir taza kuruldu, yengi zdaniye olsun. Doğru mu? Gözüne kadar girersen gördün mü? Gördüm. Ama havarlı oluyor. Hava gördüm. Zaten deyip girmezsen umidi bir yere. Arkayım balayım. Hava. Hı. Arkayım mı? Senden hem arkayım mı ben? Hava. Yok bir de ders öteme ya öğrenmek gelen şahitler olsa anlamını hiç öğrenseler bana mı gelip? Yeni bir profesyonel cahil. Mügen bulup gelen de bir yerde. Mügen'i oturmuşsan. Profesyonel bulup gelsin. Seyyar senetkarla geldi. Evvela işlemesen bir yerde. Zeberdest ustazla. Kamilcan Atanaz bulak başlık bu an. Bu artı ustazla işleyen bir yerde. Yine şu an. Almakana bana ustazla. Hava. Emmez filan buraya da işleyen şu an. Ali dergah filan buraya da. Ha? Öyle tamam mı emmesi? Kaç saat hadi? Ha tabii ki şahitimiz özümüzün şahitimiz tabii ki bir az başlık olup geldi Yusuf oldu. Atabek Yusuf mu? Hava. Ya Ayşe öyle kuş ketkan. Yarattı taşıdı. Atabek. Ha, Var mı o adam azı? zor. Gene de az telefonlaştı. Zapışlar ben taza dersler. Demek bazı tepeye çıkıp göremem Atabek Yusuf'dan juda köpçülük soragan baba adamın sıfatını yazalım. Direktör olsa mesela farklı bizim bunu Filarmoniyanın rahberi şu. Hava. Bol. Hava. Bol. Direktör olsa doğru bastırıp baralım bizi. Bloger biz kız arkaya buraya. Kuda kalsa Ustaz size rahmet. Ali icatla mısınız? Hizmetler var mısınız? İcat diyor kadar geri oturamıyor. Nömer zaten. Baba, usta bir paket. Az. Ben ne diyecek bu ha? Nömer zaten topoyla olsa uğradı alaksa. Ne mi? Telefon nömeriniz ne? Maşın dömürü mü gidiyor öyle? Ne mi yaz versin şuna? 93 değil 740 40. Ben yandan koyup bu diye. Usta tamam dua kılıp ben yine Xudo kalsa şu musafirda yürgenlerini görüp turganlar ama ben rahmat ağa salamat boş. İşleyen sağ olsun Hudayım. Rahmat. Ustaz Hacı Boğay'ın, Hacı Barkyan Ustaz. Dur ya. Ustaz Hacı Barkyan. Durayın. Tamam. Amin. Amin. İlahim şu işlerinizin rivajını versin Nadir Bey. Şu hem şu elin hizmetinde yürüyünler, baklarınız yatmasın hiç kaçan. Yurtumuz tinç olsun, işlerimizin rivajını versin. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar bi rahmetike ya erhamer Amin. Ana salamat bo'laysiz. Ana juda ko'pchilikni duosini yaxshi insonlarni ko'rdik ekan Xudo qalasa o'rtoqlar. Bu insonlar juda ko'pchilik to'ylarni biz zo'r etib o'tdik. Nerede toylarımız var böyle? Xudo qalasa Depeye chiqib ko'ramiz. Agar Otabek Yusupov bo'ladigan bo'lsa, suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Ko'raverasiz. Demak, raqsli zal. Raqsli zal. Ey usta. Ha. Repetitsiyang. O. Agar avtorskiy beradigan bo'lsa, boshqa qo'shib qo'yamiz. Ben taraf Dilnoza Mavlonovna. Mavlonova Mamadi. Doğru aytdim ay?
Hepinizsiz? Zo'r. Jalolsiz? Ustozunuz kim sizni? Hamma biladi. O'zbekiston xalq artisti professor Gavhar Matyakubova. Necha yil bo'ldi san'atga kirganingizga? 25 yil bo'ldi. 25 yil. Xudo xolasa. Ha. To'y xizmatlar ham chiqasiz, qarang. Eddingiz o'zingiz chiqasizmi yo sostav bilanmi? O'zim ham chiqaman, guruhimiz ham bor. Xo'p, to'ygacha qolib qolgan vaqtingiz bo'lgan? Bo'lgan. Galin kutib turgan vaqtdan bo'lgan. O'zingga chaqab beramiz biz. Qarang, yana bir qiziqli savolda, hozir yana trendda yurgan raqqosalar bor-ku. Nima uchun bitta kelin chiqaradigan o'zi bormida shaytonni yana beradi? Chunki biza ishlaymiz, demak, ko'rib turganingizdek, kunduz kuni ishdamiz. Ish vaqtida bizlarga ketish mumkin emas. Shuning uchun biza ishlaydigan qizlar obedda boramiz, faqat kechda boramiz. Xo'p, yana bir qiziqarli savol. O'yinchilarning narxi nechun ko'tarilib ketdi? Dollar ko'tarilgandanmi yo metan qimmatlanganmi? Yo'q, dollar bilan metan bizani anamiz yo'q. Sababi hamma ashulachilaringiz ham ko'p fonogramma aytadi. Eng fonogrammasiz jonli ijro etadigan raqqosalar. Ayaqinda endi rolik yo'q, boshqa yo'q. Başı narx necha 2 soat to'y bo'lsa 2 soat o'ynaydilar, 3 soat to'y bo'lsa 3 soat o'ynaydilar. Ana shu uchun. To'yda o'yinchini ko'taradiganlarga fikringiz? Endi ularga hech narsa deb bilmayman, men ular odam deb bilmayman. Ha. O'zi shu ko'targan vaqtida sada jiyan dash o'yin davom ettirib ketadimi, chiqib ketasiz sanadan. Menda uning vaziyat bo'lmagan. Men chunki o'sha shunday davra shunday bo'lsa, aslan chekka chiqib o'tiraman, men sizlar bilan ham o'ynayman, o'g'il bolalar bilan ham o'ynayman shuning uchun. Ha. Xo'p, o'zingizni shogirdlaringiz bormi? Endi o'zi aslida men o'zim shogirdman deb aytaman hamma vaqt, chunki ustozimning shogirdiman. Menga kelgan qizlar ham hammasini ustozimning shogirdidek ko'pman. Baribir nima deydi? Bizadan bir kun keyin kelgan qizlar ham hammasi bizlarga ustoz deydi baribir. Xo'p, o'zingizda raqibda kimlar bilasiz raqqosalardan? Yo'q, raqibda hech kimni bilmayman. Raqib yo'q. Ha. Raqib yo'q, faqat nima deydi? Ishlash jarayonimizda nima deydi? Raqobat ham deb bilmayman. Faqat sal zo'r bo'lib ketayotgan bo'lsa, men ham zo'r bo'lishim kerak deb harakat etasiz. Harakat etish kerak. Raqqosalar ichida hurmat etadigan 5 tanasi. O'zbekistondanmi? Ha. O'zbekistondan, конечно, Iroda Ismoilova, keyin opa-singil Malika Qurbonova bilan Muhabbat Qurbonova, Farizodani yaxshi ko'raman. Zarina Ahmedova bor, Charospa ish qilib ko'p. O'zlarimizdan-da. O'zlarimizdan Dilnazor Tekova bor. Endi Muborak tashadi, san'atni tashadi, lekin ham yaxshi raqqosa edi. Uni ham hurmat etaman san'atini. Shuni tashadan to'g'ri fikrda bo'lasizmi yo xatomi? Uni o'zi biladi. Birovni hayotini birov aralashish mumkin emas. Endi tashabba bir ne qilsa o'tgan-ku, shunga nima qilasizmi? Yo'q, men birovni hayotini aralashmayman. O'zine yarasha sabablari bordir, tashagandir. Lekin yaxshi yo'q. Yaxshi qiz. Salomat bo'lasiz. Saytga alasizmi, olmaysizmi? Alamiz, обязательно. İşimiz hamma ochiq. O'rgatishda hech qiynalmang, gasalar o'rgatamiz. Xo'p, sayt olishingiz uchun, to'y xizmatga chiqishingiz uchun telefon raqamlaringiz. Telefon raqamlarim o'sha ekranda ko'p Yo'q, yozib aytang. Yozavering. Yo'q, aytang. Yaxshi. Yo'q, aytang. Gaplar yerimda chiqarib Xo'p, aytsangiz yozamanmi? Yo'q. Men aytib Yo'q, videoda ayting, shuni yozaman, keyin chiqarib jo'da. Yaxshi. 91 bilan 992 77 70, 90 bilan 935 69 60. Instagram profilimdan follow qilib qo'yinglar. Ejash bo'lmanglar, er yomon, to'g'ri ishingizni o'tadang, bo'lmasin ejashmang. Ejash bo'lmasinlar. Ha, yo'q, ejash burganlar payini oladi. Rahmat sizga, salomat bo'lasiz. O'rdaklar, qisqacha suhbat bo'lib oldi. Dilnoza Mavlonova akamiz bilan ham juda yaxshi san'atkor, juda yaxshi raqqosa, ko'plab to'ylarni buzgan akamiz. Zo'r etib o'tkazgan. Hazillar razı olasiz, ejashama hazillasam o'rtoqlar, zo'r. Akam bilan talab kim? Bunga raqqosam? Kim deyapti? Shahida. Yo'q. Assalomu Assalomu alaykum. Siz? Yaxshi. Siz ham raqqosasiz. Staj necha yil? Stajim 23 yil. Ishida turing. Turing. Keling. O'yinni ko'radilar, siz suhbat savol berishakman. Xo'p, ustozingiz? Ustozim Gavhar Matyakubova. Gavhar Matyakubova. Staj 23 yil. Ko'plab kimlar bilan to'ya borasiz? Men o'zim yakka chiqim hozir. O'zimning guruhim bor, Gavhar xonim yigit qizlari. Guruhim bor. San'atkorlar bilan sostav bo'lib Yo'q, bormaysiz? san'atkorlar bilan chiqdim. Borganmisiz? Borgan. Kimlar bilan? Men ko'pincha yangi ariqli san'atkor hamma taniydi, hurmat qiladi.
ustoz san'atkorlardan G'ayrat Salayev bilan 8 yil sostav bo'lganman. G'ayrat Salayev bilan 8 yil. Yadınızda kömür verdim. Sizden beraber şu savolni o'yinchilarni narx-navosi nechun ko'tarilib ketdi? Dollar qimmatlaridanmi yo metan ko'tarilgandanmi? Buni endi Nechun? Hepkam zo'r javob berdi, lekin men siz javobingizni bilacakman. nima deb javob bersam? Dollar ko'tarilgandan rad qo'ying. Shuni deb hisoblayver ekansiz. Rahmat sizga. O'zingiz azdan ijod to'ylarga chiqasizmi to'ylara? Yo guruh bilanmi? Gruppan bor. Gruppa bilan. Va Gavhar xonim yigit qizlari bizada 4 bola 4 qiz. Guruhingizda necha seans bo'ladi? To'ya borgan vaqtingizda? 5 seans 5 bo'ladi. seans, ha? Sezon stavka. Stavkani endi uni o'zlarimiz gaplashamiz. Aytdingiz. Yo'q endi. Xo'p. Murojaat uchun telefon raqamlaringiz shu guruh kerak bo'lgan bo'lsa. Murojaat uchun 90lik bilan 578 18 10. 90lik 578 18 10. Shahida. Qo'ng'ir qilasizlar. Ayva Shahida. Ha. O'rtoqlar Shahida kelgan shu guruh bilan to'y atacak bo'lsa bemalol bo'lishingiz mumkin. Yaxshi san'atga to'ylar xizmatda birga tushganmiz, ko'rganmiz o'yinlarni. Ajoyib akkurat o'yin. O! Ina! Hammasiga bular. Ulkerapgan konsertga tayyorgarlik. Kimnigina? Ulkerapgan. Qulkar Abdullayev, ha? Xudo xohlasa. Qachon? Xudo xohlasa 7-8 iyun kunlari Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa. Akamizga omad tilaymiz. Rahmat. Hey, musofirdagilarga salom deb qo'ying, danag'allari. Musofirdagilarga assalomu alaykum. Iloyim o'ylaringiz sog' omon bo'lib tashib qaytib kelgaysizlar. Rahmat, salomat bo'lasizlar. Ena. Salomat bo'linglar. Abdushay rahmat aka. Mana, o'rtoqlar, shu Xorazmning eng trend yurgan o'yinchilardan raqqasalardan suhbatini o'tirib oldik. Ko'rdingizlar. Endi Xorazmchilar ekan o'yinchi. Raqqasa eshitmadik denglar shuni. Mana, bular raqqasa o'rtoqlar. Xudo xohlasa bularni nasi bilan, ko'zlari bilan ham intervyu yozamiz inshaalloh. Ya'ni Gavhar xonim akamiz bilan xudo xohlasang Toshkentdan kelgandan keyin xudo xohlasa. Hey ustoz, hozir ham shu nima san'at sohasida yuribdi qarang, to'xtatgani yo'q. Ustoz o'rgatadi o'zi aslida. Ustoz yo'qgani uchun biz eshitdik. Ustoz o'tiradi shu. Hozir Toshkentda konferensiya. Xudo xohlasa. Asa sizlar yaxshi ko'raman, ko'raverasizlar. O'sha odam bilan bir suhbat oling. Assalomu alaykum. Salom. Shayzormi? Zoshka. Qanday o'tay? Ustani ishsiz. Rahmat. Ijod deganingizda chekli bo'ldi usta. İcad degayimizda 30-40 yil bo'ladi. Janoza deyib ketmadimi? Jana deymiz, so'nasan qayta. Bular bilan yursang qayta hazratasan. Pensiyaga chiqdingizmi yo'qmi? Pensiyaga chiqdim. Chiqdingiz. Shundan avval shu ijodda to'xtamayacaksınız, ha? Xudoga shukr. Ilohim to'xtamag'aysiz. Xo'p, kimlar bilan to'y xizmatga chiqqansiz ko'pincha? Ko'pincha Rahmatjon Qurbonov bilan. Yo'q, usta bilanmi? Ustozimiz Rahmatjon Qurbonov bilan. Xo'p, yana kimlar bilan? Qadamboy Ahmedov marhum. Endi hozir ko'pincha san'atkor bolalar bilan chiqamiz. Qarang, hozir hayot bo'lgan, hozir hayot yashab turgan ustoz san'atkorlardan kimlarni ko'rish xohlagan bo'lar edingiz? Ko'p o'g'ilni ko'rmaysiz, lekin hayot shu insonni ko'rish xohlagan bo'lgan kimda? Endi uzoqda yashab o'tdi Og'abek Sabirov bor. Ibi? Uzoqda shunda Toshkentda. Tamam, yaxshimi? Usta Og'abekga gap ketib turadi-ku, u onday familiyaga. Ben shu bilan ijod etish. Shu bilan ijod etish. Ha, shu bilan to'yga chiqsang? Ijod etish. O'ylanib so'zlang, ishdan bo'shaysiz. O'ylab so'rang. Yana. Ya ko'p. Usta, siz juda professional raqqasasiz, raqqassiz. Agar ish lazga bir o'yiningizni ko'rib bilamizmi? Ishi lazga. Usta, o'zingizni muxlislaringiz uchun. Ikkimiz o'ynaymiz. Muxlislaringiz uchun. Keling. Qani? Ha? Bag'rig. Aynan. Ustani o'yinini
birdan 10'a nechaya baholaysiz? 50'ye bakalım abi. Ustazım akın. Hadi shu. Ötürmek. Demek do'stlar, Otabek Yusupov hali kelmabdi. Endi balkim tadbirlar bilan birga o'qib yurgan o'xshaydi. Shuning uchun qarovni tushiravering. Ha, salomlar bering, yaxshi salom so'rashmang yurtdoshlar bilan. Assalomu alaykum. Alo deng. Darg'am birgalar, do'sti birodarlar. Darg'am deganlari salom. Kimni qarz olsa 2 deng qarzing ber deng. Uyalmaysanmi deng? Yo'q, qarz odam yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Addishi. Qarzim bo'lsa beraman deysiz, istanma deng. Qarz bo'lsa beradi. Salomat bo'lg'aysiz. Sog'lik bo'lsin. Siz shuni security'siz deng. Ishoni security'siz deng. Security degani adabichada qarovul degani. Shuni istang. Shu nereden institut? Necha oldi bu yerda ishlaysiz? 2 yil bo'lgan. 2 yil oldi. Zo'rmi? Zo'r. Muomalalari, nelar? Zo'r, muomala zo'r, odamlar zo'r. Siz ishingizni bo'lgan ishda o'tirasiz. Yo'q, qaraman, chiqaman, Ha, bog'lanib. shu yani qiyinchilik yo'q deyapsiz-a? Qaraymiz bilan aylantiramiz. Rahmat sizga. Sog' bo'lasiz. Sağ olun, sağ olun. Rahmat. Adushi. Real Barsa. Vallahi tabriklab. Barsa. Real Barsa. 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 Real Barsa. Barsa gelmez. Ben kızı kılmanda onu neresi ya? Qaysi biri aytib bering? Barsa yaxshi. Men ikkisini ham ko'raman. Real qaysi tutsa shunga bo'laman. O'rtoqlar bola 5 ekan, men 1, 5'e 1. Men Real. Bog'im og'riq. Real Madrid o'zi yaxshi edi. Xudo qalasa, sizga yaxshi ko'raman. Atulina, shu oxirida yana bir pokkillik bo'lsin. Yine mi? Yana bir pokkillik. Hiç kim yok mu o'zi? Yo'q. Ana bo'ldi. Like bosingding. Like basinglar. Sizga yaxshi ko'raman. Videomizni yoqqan bo'lsa bir like bosib, qo'llab-quvvatlab, filarmoniyada ishlaydigan og'alarimizga kattakon rahmat. Juda ko'pchilik ustoz san'atkorlarni ko'rib xursand bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa bir like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Sizga yaxshi ko'raman. Ishingizni ochib bersangiz tushirdagingizni tushiraman. Tushirdagingiz-ku, tushirmadim. Ishonni bir ko'rsatmang. Ustoz bir ko'rish haqligini ko'rsatishimni. Qaranglar. Mana. Rozmetov Otabek Azim Azat Avazmetovichning xonasi, ishi insonni xonasi shu o'rtoqlar. Sizga yaxshi ko'raman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yangilik ko'p, to'xtamaymiz. Addushi, salomat bo'linglar.